Menga bitta somsa ham olib bera olmay qolgan paytlarim endi bir bo'lganda endi shunaqa. O'shanda oyimga aytganman-da, men Koreyaga borib bir ishlab kelsam degan. Eslaysam, o'sha kunda eslaysam, keyin uni birgamiza maza deb bir maqola ham yozuvdim. O'shanda oying nima qilasiz Koreyaga borib desa, "Ha, pul ishlab kelaman" deganman-da, desam oying, "Ha, pulni nima qilamiz biz" deganda. Rosa sharaqlab kulib yuborganmiz ikkalamiz ham. O'zim pulga o'lgudek muhtoj paytimiz. Pulni nima qilamiz degan, ya'ni birga bo'lmaydigan bo'lsak, o pulni bizga nima keragi bor? Gap o'zi birinchi navbatda birga bo'lish. Biz afsuski juda ko'p o'rinlarda arzimagan narsani deb to'ydi deb yo bir g'alati bir uy solaman deydimi, bir mashina olaman deydimi, o'shini deb yillab xotinlar bir-biridan ayro yashashadi. Holbuki bir umr ijarada yashab o'tsa ham hech narsa qilmaydi. Jam mashina minish shart emas, velosiped minib qo'ysa ham bo'laveradi. Yo falondek to'y qilish shart emas, vojib emas, farz emas.